eng katta sizni qurolingiz, eng katta sizni kuchingiz fokusda, ya'ni diqqatni qarata olishingizda. Bu uchun sizni diqqatingizni boshqa narsaga bo'ladigan narsalar, chalg'itadigan narsalarni maksimalni o'zingizni o'rab olishingiz kerak. Men tavsiya qilaman sizlarga. İjtimoiy tarmoqlarda eng katta vaqtingizni yeydigan ijtimoiy tarmoqlarni pul belgilang yoki vaqt belgilang. Kuningizni ichida qaysi paytda ijtimoiy tarmoqlarni ochib ko'rasiz. Har bir sekunda 3 minut ko'rib, soatlab qolib ketasiz. Kunni xolasangiz ertalab bitta qarab oling, peshinda bitta qarab oling, kechki paytda bitta qarab oling. Agar shunchalik sizni bog'liq qanaqadir narsalaringiz bo'lsa, vaqt belgilang. Misol deylik, yarim soat, 1 soat, 15 minut, ertalab 15 minut, kechki paytda 15 minut, obed paytda ko'proqdir balki. Ko'ring, o'sha paytda masalalarni hal qilib oling. Vaqtingizni chegirang. Ikkinchi tavsiyam, kunda har kuni o'zingizni ertalabki vaqtingiz bo'lsin. U vaqtni hech kimga bermang. Kamida 1 soatdan 1,5 soatgacha vaqtingiz bo'lsin. 60 minutdan 90 minutgacha sizni shaxsiy vaqtingiz bo'lsin. Bu ertalab turgan paytingizda hech kim yoningizga kelmasin, hech kim sizga xalaqit bermasin. Xonangizga, kabinetingizga bir joyga kirib olingda, o'sha joyda fikrlashga harakat qiling. Ozgina biz ish jarayoni qanaqa bo'ladi? Shu turasiz, tapar yugurasiz, ham o'ylashga vaqtingiz yo'q. Balki to'xtanglar. Ozgina fikrlash kerak. To'xtang. Fikrlab oling. Nima qilyapsiz o'zi? To'g'ri qilyapsizmi o'zi? Kerakmi o'zi bu narsa sizga? Kerak emasmi o'zi bu sizga? 1 soatdan 1,5 soat vaqt ajrating. Masalan, men o'zimga soat 10 gacha mana bu shaxsiy vaqtim. Soat masalan 5 dan 10 gacha mana shaxsiy vaqtim. Bu vaqt ichida men xohlagan narsamni vaqt ajratishim mumkin. Nimalar bo'lishi mumkin? Sport bo'lishi mumkin, namoz bo'lishi mumkin, aylanib chiqish bo'lishi mumkin, strategik ishlar bilan shug'ullanish bo'lishi mumkin va hokazo. Ungacha bo'lgan vaqt mana shaxsiy vaqtim hisoblanadi. Yo'q, hammasi emas, ayrimlari, hamma vaqt ham bo'lmaydi. Ayrimlariga ajrataman. Ana endi bu muhim narsa. Ya'ni to'xtab, o'zi nima ish qilayotganimni tahlil qilish juda muhim narsa. Ertalab yaxshi, chunki svejiy kalada fikrlashingiz tiniqroq bo'ladi. Charchagan bo'lmaysiz. Tavsiya qilaman. 1 soatdan 1,5 soat kalendarlaringizga kiritib qo'yinglar. Sizlarning shaxsiy vaqtlaringiz bo'lsin, hech kimga bermang bu vaqt.